To'xtang. Balki bu video sizga qiziqmasdir. O'tkazib yuborishdan oldin u yo'moqchi bo'lgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Manzara City majmuasidan 2 xonali skvoznoy tayyor mebel texnikasiga ega, remontlari o'rta holatda bo'lgan 75.300 AQSh dollariga faizli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz esa Yunusobod tumani Manzara Cityda joylashgan bo'lib, 2 xona 7-qavat 16 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 50 kvadrat metr tashkil qiladi. Unda uyimizni to'liq obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zining avtoturargohlari, bolalar maydonchasi, qo'riqlash xizmatiga ega faizli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa Haytown Mall. Xonadonimiz yangi qurilgan novostroyka. Xonadonimizda siz ko'rib turgan barcha mebel va texnikalar bilan birgalikda sotilmoqda. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 75.300 AQSh dollarini tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.